Pep Guardiola noxush xabar aytdi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Top Liga kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Manchester City AQSh mezbonlik qilayotgan klublar o'rtasidagi jahon chempionati play-off bosqichida qo'shimcha taymlarda Al Hiloldan 3-4 hisobdagi mag'lubiyatga uchrab, musobaqani kutilgandan erta tark etishga majbur bo'ldi. Uchrashuvdan so'ng manchesterlikli bosh murabbiy Josep Guardiola amaldagi oltin to'p sohibi Rodri haqida noxush xabar aytdi. Gap shundaki, ispaniyalik futbolchi og'ir jarohat tufayli o'tgan mavsumning katta qismida jamoaga yordam bera olmagan va yaqindagina maydonga qaytgan edi. Rodri Al Hilolga qarshi uchrashuvning 53-daqiqasida zaxiradan o'yinga qo'shildi, biroq qo'shimcha taym boshida yana maydondan olindi. Biz Rodrining ahvolini qayta o'rganib chiqishimiz kerak. U shikoyat qildi. Yana safga qaytish uchun vaqt talab etiladi. Shuningdek, tarkib ham juda kengayib ketdi va juda ko'plab futbolchilar zaxirada o'yin amaliyotsiz qolib ketmoqda. Bu esa menga yoqmayapti va bu masalada rahbariyat bilan kelishib olishim kerak. Men o'ynamagan o'yinchini shunchaki zaxirada ushlab tura olmayman, dedi Pep Guardiola. Qadrli futbol muxlislari, siz nima deb o'ylaysiz? Pep Guardiola aynan qaysi futbolchilarni ketkazishini so'raydi. Albatta, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.